Qaynona jonim oyimnikiga borib kelsam, ertasi kuni обязательно janjal qiladi. Sababiki bolam changdami yo просто takmi apchu deb qo'ysa bo'ldi. Ha, bolani skvozyankda qoldirdinglarmi? Sovuq suv berdinglarmi? Oyingiz ko'chaga chiqarib qo'ydimi? degan gaplarni bilaman juda ham ko'p eshitgansizlar. Ammo bo'lsa bu narsaning yechimini topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, обязательно nimaligini bilib olasizlar. Qani ketdik, endi ishlarimizni qilamiz. Birinchi o'rinda podvalga tushib, bolalarim shunaqa o'ynaydigan xonasiga bir dunyo o'yinchoqlarni o'rtaga cho'chdim. Chunki hammasini sortirovka qilish kerak edi. Mamitda qoqqayib turgan archamizdan ham tegini changlarni artishni boshladi. Даже shu changlar ham qo'limga tushishdan oldin hijolat bo'ladigan darajada hamma joyi yaltiratib artdim. Shu podvalimizdan bir burchagida so'rrayib turgan mana shu begovoy darishkani ham changlarni artib qo'ydim. Sababiki xo'jayinim yurgani chiqqanlarda oppoq noski bilan chiqib, qop-qora noski bilan tushmasinlar dedim. Poldagi patologdagi hamma joydagi bir dunyo chang bilan jangim tugagandan keyin qizimni domikini yig'ishni boshladim. Qopni ochgandan keyin 88 ta cho'pi chiqqandan keyin men ham tormoz bo'lib boshida cho'plaga 1 soat qarab turdim. Xuddi o'zi yig'ilib qoladegandek. Madi o'zingga cho'plaga o'qrayib qarab turganim bilan hech qanaqa life hack kutmagan o'zidan o'zi yig'ilib qolmaydi dedim-da, o'zimga kelib tez yig'ib tashladim. Xullas hamma narsasini qilib bo'lgandan keyin o'zini sarpastdan mana shunaqa ko'rpachasi ham chiqqan. Ko'rpachasi ham chiroyli qilib solib qo'ydim. Ichidagi mana shu svetini bir payt olsam bittasi uzilib tushdi deb bar edim, otib yubordim. Ale, hop deb domikimizni ham tayyor qildik. Endi bo'lsa xo'jayinim hammamizni oilaviy ujinga olib ketyapti. Lekin ko'chaga chiqishdan oldin обязательно shu xarnutdan berib yuboraman, chunki bu bolalarning immunitetini juda ham baquvvat qiladi. Ayniqsa kun sovuq tushdi, bolaning immunitetiga alohida e'tibor berishinglarni so'rab qolaman qizlarjonlar. Sostavida 100% shakar, yo'q laringiti, bronxiti bor bolalarga bemalol bersanglar bo'ladi. Turetskiy mahsulot qizlarjonlar. Buni faqatgina Vitauk Nodropama profilidan topasizlar qizlarjonlar. Bolalaringlarning immunitetini baquvvat qilib qo'ysanglar, qaynona oyijoninglar ham indamay qoladilar. Nodropama profilidan bo'lsa Angliya, Turkiya, Amerika любой mahsulotni topsanglar bo'ladi. Keyingi relslarda ko'rishguncha hammaga xayr. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib olinglar. Bu videoni bo'lsa mamashalaga jo'natib qo'yamiz.